kombinatlardan biri O'zbekiston metallurgiya korxonasidamiz. Yonimizda turgan inson bizning ustozimiz Sharipov Akmal Mamatovich. Mana shu O'zbekiston metallurgiya kombinatining direktor o'rinbosari, zam direktor. Hurmatli do'stlar, mana biz O'zbekiston metallurgiya kombinatidamiz. 70 ga yaqin tadbirkorlar bilan birgalikda mana O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, hatto Turkmanistonlik biznesmenlar bu kombinatni ishlarini o'rgangani keldik. Bu kombinatda 1 soatda 100 tonnadan ortiq metall eritiladi. Bu kombinat mana 42-yildan beri ishlayapti. Qaranglar, necha yildan beri. Hamma tadbirkorlar bilim, tajriba almashyapti. Kelinglar, davlatimizga, vatanimizga zavod, fabrikalar quraylik, rivojlantiraylik, ko'proq ish o'rinlari yarataylik. Joningiz omon bo'lsin.